Fıg'onkim gardishi davron ayirdi o'z diyorimdan. Fıg'onkim gardishi davron ayirdi o'z diyorimdan, vatanimdan uzoqdaman, turmush degan tuzoqdaman. Musofirlik oson emas, qiyinchilik yolg'on emas, o'zga yurt vatan emas. Ota-onam sog'inaman, rasm qarab ovunaman. Sinfdoshlar uylanadi, borolmayin, qiynalaman. Mana 6 yoshli xatlab, katta bolam chiqadi maktab, qalbim mehr talab. Kichkinami tili chiqqan, yurib ketgan, epchil chaqqon, xunoq kuchi bo'lib kirganlar yonida emasman biroq. Telegramda 2 ko'zim, video tashla, ona qizim o'zga yurtda bir o'zim. Ota-onam borar qarab, ko'rolmayman, hol ahvol so'rolmayman yurtga borib. Tirikchilik qattiq toshdan, hozirash yo'q qarindoshdan, yaqin sirdoshdan. Sabab nima? Pul topish kerak ko'proq, amanda dokumentlar xato, bez dokument yurish xato. Erta kech ishlash kerak, nonni qattiq ishlash kerak. Umr ham juda tez o'tayapti, kelajakni o'ylash kerak. Fıg'onkim gardishi davron ayirdi o'z diyorimdan. To'g'risi, ish hech qachon tugamaydi, lekin hayot ham kutib turmaydi. Menimcha tushunadi meni ko'rganlar, musofirlikda yurganlar.